Bugun men internetdagi eng qo'rqinchli top 5 videolarga reaksiya bildiraman. Bu videolarni yolg'iz ko'rmang va hech qachon kechasi ko'rmang. Uxlashdan oldin uxla olmay chiqasiz. Unda videoni boshlashimdan oldin like bosing va kanalga obuna bo'ling. Biz boshladik. Odamni yo'qyaptimi? Voy bela, menimcha maneken bo'lsa kerak bu. Bela. Nima bu, qabrmi? Mana men birinchi videoni ham ko'rib oldim, lekin men bu videoda qo'rqmadim. Endi nima ham deymiz, qo'rqmaganimizdan keyin endi like bosinglar, sizlar meni mingta qilishlaring kerak. Unda mayli, biz keyingi videoga. Mana men ikkinchi videoni ham ko'rib oldim. Bu video ham qo'rqinchli bo'lmadi. Endi bu videoni uyushtirgan, keyin montaj bilan birga endi nima ham derdik, bu video ham yaxshi, normal. Komment yozib ketinglar. Qani men kutaman sizlarni, komment yozinglar. Ana endi like ham bosinglar. Like bosib ketinglar do'stlar, mayli. Mana men 3-videoni ham ko'rib oldim. 3-video ham yaxshi bo'ldi, uncha qo'rqinchli bo'lmadi. Qo'rqmadim, lekin men bunday o'tib kadr almashganda maneken solib qo'ydi deb o'yladim. Like bosinglar do'stlar. Meni mingta qilishlaring kerak. Men mingta bo'lishim bilan sizlar aytgan shartni bajarib, o'sha videoni olaman. Meni mingta qilinglar, chunki 97% odam meni obunasi ko'radi. Mana men qo'rqmasdan bu 4-videoni ham ko'rib oldim. Bu video ham qo'rqinchli bo'lmadi. Nima ham deymiz? Endi qo'rqinchli bo'lmasa like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Mana men 5-eng oxirgi videoni ham ko'rib oldim. Endi mayli, sizlar videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. O'sha meni aytganim 1000 ta obuna chiqinglar, chunki meni 97% odam obuna bo'lmasdan kuzatyapti. Mayli, xayr, sog' qolinglar.